Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kech. Hurmatli azizlarim, bugun navbatdagi darsimiz bilim berishga harakat qilyapmiz va ishonamanki, men berayotgan bilimlarni, ko'nikmalarni, menyularni albatta bajaryapsiz. Bugun bizdagi navbatdagi mavzu juda ham ko'pchilik menga eng ko'p beradigan savoli bu stresslar, gormonlar va semirish mavzulari. Bugungi mehmonimiz, bugungi spikerimiz hech qanaqa manfaatlarsiz, shunchaki sizlarga jon dilidan mehr va bilimlarni ayamasdan beradigan Sevara Farhadovna. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz bizani kanalimizga desak ham bo'ladi. Siz seksolog, psixolog va psixoanalitiksiz. Bugun bizani aziz ayollarimiz aksariyati stressdan semirgan ayollar. Men shunaqa ortiqcha vaznli ayollarni to'plab olganman. Semirishning asosiy bitta sababi stress ham turadi-da. Kayfiyati zo'r bo'lmasa agar u inson ovqatlangisi kelmaydi yoki raqsga tushgisi kelmaydi, sport qilgisi kelmaydi. Shu tomonlama sizni kasbiy nuqtai nazaringizdan shunaqa asoslab beringki, semirishni stressga bog'liqligi qanchalik? O'zi inson o'z-o'zidan semirmaydi hech qachon. Yoki siqilganda ko'p ovqat yeydi, yoki ko'p shirinlik yeydi, yoki mana shu ovqat bilan o'zini stressini bosishga harakat qilishadi. Ya'ni bu psixologik holat. Lekin bu narsani birinchi bo'lib davolash kerak deb bilaman. Chunki nima uchun? O'zi bu qayerdan paydo bo'ladi desangiz, bizning psixikamiz 0 yoshdan 7 yoshgacha shakllanadi. Va Freud nazariyasi bo'yicha 7 yoshgacha ma'lum bir davrlar bor. Birinchi davr deylik, agar bu chillalik davri deydigan bo'lsak, bolani ona erkalashi, quchoqlashi, ya'ni taktilni aloqalar, ya'ni inson o'zi tug'ilgandan seksuallikka moyil bo'lib tug'iladi. Ya'ni mana shu onasini badaniga teyish orqali, ya'ni odamlar qanaqa mazza qilsa, bola terisi orqali birinchi o'sha xavfsizlikni onasi tomonidan mehri olishni boshlaydi. Ana endi semirishga keladigan bo'lsak, ko'pchilik semizlikka moyil ayollar hayotda depressiv shaxslar hisoblanadi. Depressiv shaxslar qayerdan paydo bo'ladi? Bu ya'ni emish davridan paydo bo'ladi. Ya'ni chaqaloq tug'ildi. Chaqaloq tug'ildi, 40 kun chilla davri o'tdi va undan keyin emish davri boshlanadi. Ya'ni bolani butun seksual mazza qilishi og'iz orqali bo'ladi. Bola qo'lini og'ziga soladi, emadi. Bola ya'ni hamma narsani og'ziga solishga, so'zkalarni, boshqalarni og'ziga solishga harakat qiladi. Va emish davri deylik 2 yoshgacha davom etadigan bo'lsa, tug'ilgandan yo 1,5 yoshgacha davom etadigan bo'lsa, mana shu davrdagi buzilishlar ham mavjud. Mana shu buzilishlar insonni psixikasiga juda ham katta keyingi kechki oqibatlarni olib kelishi mumkin. Bu nima? Birinchi o'rinda ona bolasini erta ko'krakdan chiqarsa. Ya'ni deylik, bolani emyapti onasi, 7 oylikdan ayirganman. emyapti va homilador bo'lib qoldi. Ikkinchisiga orasi 1 yosh bo'lib qoldi deylik. Yoki onalik bolasini busiga tashab ketursa, busiga tashab ish bilan mashg'ul bo'lsa, ish bilan mashg'ul bo'lganda bola o'shanda birinchi xavf his qiladi. Ya'ni olamdan, onasi yo'qligidan uzoqlashdi. Aynan mana shu emish bilan bog'liq muammolar. Bola bilamiz, hozirgi yili bilmadim qanaqa, lekin bizni onalarimiz ko'pincha beshikda ko'p yotishgan va ular ona ish qilib yuraverganda orada bola nima deydi? Qorni och qolib ketgan. Qorni och qolganda bolani og'zida-ku seksuallik, ya'ni mana shu bilan o'zini mazza qiladi. Endi tasavvur qiling, bolada bu yo'q. Ona och qolyapti bola. Bola kechik uje xavf sezyapti, och qolyapti. O'sha yerda psixikada shunaqa narsa paydo bo'ladiki, fantaziya paydo bo'ladi. Xayolida sut emish, va qo'lini so'rishi mumkin. Mana qayerdan keladi? Qo'lini so'rishi, demak, men siqilishni his qilyapman. Og'rig'im bor, men sirazi nima qilaman? Chayni og'izni harakat. Og'zimga solaman. Yoki bola qorni och, xavotir qilsa, o'sha ona kelyapti deb bola shoshib emishni boshlaydi. Tez yeymiz. Psixikada deydiki, "Sen yana qorning och qolishi mumkin. To'yib yebor. To'yib yebor" deganda psixikada neyronlar bor. Ya'ni ayollar xavotirga kirganda esida yo'q, beshi holati, lekin o'z-o'zidan nima qilishni boshlaydi? Nafsi ishi. Ya'ni insonning psixikasi shunaqa shakllanadi. Yoki oral zo'rlanish deyiladi. Oral zo'rlanishda
bizaga mana yoshligimizda bizaga ham dumbalarni so'rdirib qo'yishgan. Nonlar berib qo'yishgan qo'limizga. Hali qornimiz ochmasidan bizga sut beraverishgan. Mana shu yerda ham psixikada nima paydo bo'ladi? Ya'ni уже bu yerda qorni to'q bo'lsa ham ko'z ochlik qilib narsa yeyverish bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham inson nima deydi? O'ta ko'p ovqat yevoradi bilmasdan, Ehtiyojidan ko'proq. yevoradi, keyin ya'ni volchatый appetit deyiladi, bo'ri ishtahasi deyiladi. Shunaqa yeydi-da, keyin уже yeyotganda his qilmaydi buni va уже qusgisi keladi yoki bu og'irlik his qilishni boshlaydi. Da, bu bulimiya deymiz biz buni. Ya'ni oral buzilishda ikkita holat bor, yoki anoreksiya yoki bulimiya. Bulimiya bu semirib ketish, anoreksiya bu ozib ketish bo'ladi. Ya'ni anoreksiyada bola onasi уже yo'q, qorni och qoldi, siqildi, o'sha fantaziya tug'ildimi, o'sha ovqat yemaydimi? Yo'qmi, mamma yo'q. Xayolida yeyapti. Bunaqalar ko'proq xafa bo'lganda yoki jahli chiqqanda umuman ovqat yemay qo'yishadi. Eng qizig'i mana shu semiz ayollarda depressiyaga moyillik juda ham kuchli bo'ladi, depressiv shaxslar bo'ladi. Bular hammaga yaxshilik qiladigan, hammadan o'zidan voz kechadigan, hammaga ishtonini ham yechib beradigan ayollar bo'ladi. Nima uchun? Bularda ona yo'q bo'lgan, uzilgan, ona ko'p tashab ketgan yoki ona tug'ib o'lgan yoki buvisi katta uzoqlashgan. Ya'ni ma'lum darajadagi uzoqligi bular bunaqa ayollar juda ham yolg'iz qolishdan qo'rqishadi. Bular eri tashab ketmasin deb hamma narsa qilishi mumkin. Bular odamlar meni tashab ketmasin deb har doim yolg'izlik hissi bo'lgani uchun doim yopishib olishadi. Va bular mana shu yerda xavotir hissi, kimdir ketib qoldi, erim xiyonat qilyapti deb o'yladi, eri kim bilandir yurib ketdi, bular har doim nima qiladi? Yeyishga boradi menimcha. Har doim yeyishga boradi. Va lekin psixikasida qachonki mana shu hissiyot bilan ishlamaguncha ular neosознанно nima qilaveradi? Yevoradi. O'zini boshqarishga irodasizlik bo'ladi. Ularda ko'pincha irodasiz, ya'ni iroda kuchli bo'lmaydi ularda. Mana shunaqa holatda birinchi o'rinda mana shu boshlanish davridagi buzilishlarni tuzatish kerak. Qanday qilib? Eng kuchli va hammani qiziqtirayotgan savol. Men juda qiziqib qoldim, chunki to'g'risini aytaman, shuncha psixologlarni juda ko'p boya ham aytdim. Men shunaqa ko'p psixologlarni bilamanki, ular bilan suhbatlashib ko'rganman, lekin chaqaloqligidan bu holatni hali keltirib bergan. Mana o'z marafon ishtirokchilarim ko'ryapti. Bu birinchi bizdagi fakt bo'ldi. Bulimiya haqida ham oldin rosa ko'p men gapirganman, lekin buni asosi ildizi qayerda edi? Bugun men sizdan shuni eshitdim va bu men uchun yangilik bo'ldi. Endi buni qanday qilib yechamiz? Bizga yechimlar kerak. Yechimlar kerak. Birinchi o'rinda o'zi bu 1-2 martada tuzalib ketadigan narsa emas, lekin inson onglilikka o'tganda, misol uchun, nimadirdan xavotir hissi bo'ldi. Hammada har xil vaziyat bo'ladi. Kimdadir deylik falik davrida buzilish bo'ladigan bo'lsa, 3 yoshdan 5 yoshgacha buzilish bo'ladigan bo'lsa, bular siqilganda uy ishlarini qilib ketadigan ayollar bo'ladi. Masalan, tozalab ketadi. Bu o'sha 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan davrdagi buzilish. Lekin o'sha emizish davrigacha bo'lgan davrdagi bular ko'proq ovqat bilan bog'liq. 3 yoshdan o'sha hojatxona bilan bog'liq. O'sha orqa teshik orqali mazza qiladi bola. Ana shu yerdagi buzilishlar ham bor. Ular ko'proq tozalikka e'tibor beruvchi ayollar bo'ladi. Lekin biza bugun aynan semirish bilan bog'liq bo'lgani uchun men faqat depressiv shaxslar bilan nima deydi? Mana shu buzilishlarga ko'proq e'tibor qaratmoqchiman. Birinchi o'rinda bu yerda avvalambor uzoq muddatli terapiya kerak bo'ladi. Ya'niki mana shu og'riqlarini yashab o'tish uchun psixikada mana bunaqa struktura bor. Bolalikda xavotir hissi bo'ldi, onasi yo'q, endi shu narsani yo'q, och qolib yoki narsa yeb, to'yib yeb olib, hozir abduruk deydi miya, yana onam uzoq muddatga ketib qolsa, men yana och qolsamchi deb o'ylaydi, psixika haliga to'yib yeb olishga harakat qiladi. Go'yo hozir uni xayolida orasi ketib qoladi. Yana orasi ko'p bo'lib ketadi, shunga to'yib envogin degan narsa bilan. Mana shu yerda xavotir hissini birinchi anglash kerak. Ya'ni nima uchun u tashab ketilishdan qo'rqyapti? Nima uchun uyda aynan yeyishdan oldin sodir bo'lgan vaziyatga qarash kerak? Nima uchun men o'z-o'zidan yeyishni boshladim? Yoki bir xillar bor, xavotirda hamma narsa yeydi-da, lekin to'qlik hissini his qilmaydi. Rosa ko'p bunaqa. Mashdagi og'rig'ini, bo'shlig'ini mana shu ovqat bilan to'ldirishga harakat qiladi. Endi qarang,
taktilniy munosabat eri bilan yaxshi bo'lmasa ayollarda, Mhm. eri mehr bermaganda, quchoqlamaganda, mana shunaqa yolg'izlik, tashlab ketilish hissini his qiladi, og'riq bo'ladi. Eri aytdi o'zi bilan o'zini ishi bilan ovora bo'lsa ham, siz meni yaxshi ko'rmayapsiz, siz menga E'tibor mehr kutarkanda. bermayapsiz. Ya'ni hamma narsa onaga bog'liq. Bu aslida erkakka bo'lgan pretenziyalar, qaynanaga bo'lgan pretenziyalar, atrofdagilarga bo'lgan pretenziyalar bu aslida bolaligimizda onamizga bo'lgan pretenziya bo'ladi. Nima uchun? Chunki biz ona orqali olamni anglaymiz. Ona bu olam hisoblanadi. Biz o'sha odamlarga ishonmaymiz. Bular bunaqa ayoli odamlarga ishonmaydi. Bular har doim nimadir bilan o'zini chalg'itishga harakat qiladi. Depressivlarda irodasizlik kuchi bu har doim kimgadir yopishib oladi. Yo yaqin o'rtog'i bo'ladi har doim. Yo eriga yopishib oladi, ketib qolmasligi uchun o'zidan voz kechadigan ayollar bo'ladi. Mana shu yerda birinchi o'rinda mana shu bolaligi bilan ishlash kerak. Nima? Bundan oldin mana shu ovqat yeyishga undadi. Stop deyish kerak. To'xta, shu xavotir hissini, nimaga ayollar xavotir hissini his qilgisi kelmaydi? Tez nimadir yeb olgisi keladi. Unutsamu ketsa. Ketsamu va bular juda ham dangasa bo'ladi. Voy, dangasalikni so'ramang. Bizda kuzatuvchilarning 80% afsuski dangasalik haqida menga aytishadi. Mana даже kurslarni sotib olishadi, qilishmaydi vazifalarni. Lekin pul to'lab mas'uliyatni yelkaga olib kirishadi. O'zgarishim kerak deydi, nimadir qilishim kerak deydi, lekin o'zi uchun hech narsa qilmaydigan depressiv shaxslar bo'ladi. Misol uchun, agar siz uchun qilish kerak bo'lsa, siz uchun qiladi, o'rtog'i uchun qiladi, eri uchun qiladi, qaynanasi uchun qiladi, qaynasinisi uchun qiladi. O'zi uchun kelganda hech narsa qilmaydi. Nimaga bilasizmi? Chunki bular aslida ona uni har safar tashlab ketganda, har safar emizmaganda, har safar u yolg'izlik hissini his qilganda, demak men o'zim netoman, men o'zim yomonman, men o'zimda nimadir borki onam menga shunday munosabat qilyapti deb o'ylaydi-da va har safar uni insonlar tashlab ketganda mana shu og'riqqa kirib ketadi. Eng qizig'i ular buni tan olishadimi? Ular tan olishi qiyin, chunki psixika har doim og'riqqa qaytishdan qo'rqadi. Psixika deylik, misol uchun siz chaqaloqsiz. Biz bilamiz chaqaloqlarga teskari qilib kiydiramiz kiyimlarni. Chunki sizni tanangiz og'riq qismi, bolani tanasi nozik bo'lgan uchun va biron bir kiyim unga qattiqlik qilsa, buni tana eslaydi. Psixika ham buni eslab qoladi. Endi katta bo'ldingiz. Endi sizni tanangiz juda ham qattiqlashgan. Lekin psixika uchun hozir yana shunaqa og'riq bo'ladi degan idrok yotadi. Vaholanki buni yashab o'tishingiz oson. Sizni birov tashlab ketsa ham hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Aslida menda ham xuddi shu holat bo'lgan. Menda faqat ovqat yemaslik bo'lgan. Sizda anoreksiya bilan kechgan ekan. Men shunaqa kichkina bo'lganman. Hattoki kichkinaligimdan 8 yoshimda maktabga chiqqanman. Hatto popkamni ko'tara olmasdim. Menda ham juda ham ko'p muammolar bo'lgan yoshligimda. Ya'ni men semirmasdim hech qachon. Ovqat yesam to'yganimni bilmasdim, chunki onam meni tug'ganlarida shu tozlari sinib qolgan chillalik davrida qo'llariga olmaganlar. O'zi e'tibor, ana mehr, e'tiborga to'la bo'lmagan ekan-da. Bermaganlar, keyin meni buvimga tashlab ketganlar, ishlashlari kerak bo'lgan. Mana shunaqa holatda men xafa bo'lsam hech narsa yemasdim. Hech narsa yemasdim-da, o'zimni qobig'imga o'rab yuborardim va men onam yaxshi bo'lmagani uchun tashlab ketdi deb idrok etardim. Va mana shu narsa keyin meni turmushimga ham ta'sir qilishni boshladi, eng qizig'i. Demak, ta'sir qilar ekan. Turmush o'rtog'i bilan bo'lgan munosabat. Turmush o'rtog'i bilan bo'lgan munosabat. Bitta kichkinaligimizda, masalan, men hozir o'ylayapman-da, endi o'zim aybdorlik hissiyotim, balkim men oddiy o'zbek ayoli sifatida aytmoqchiman. Qizimni 7 oylikdan ayirishga majbur bo'lganman sutdan. O'g'limni esa 1 yoshdan sal oshganda bo'lganda, shu munosabat bilan aytmoqchimanki, ularda ham bu holat qayd etilganmi? Qayerdan bilsak bo'ladi? Buni endi biz hozir uni bolaligidan bilmaymiz. Buni misol uchun 25 yoshigacha tuzatsangiz bo'ladi, ya'ni ona mehri bilan. Uni siz kerakli bilan sen keraksan menga deb unga munosabatingizni o'zgartirsa bo'ladi. Lekin uni buzilishlari, undagi og'riqlar asosan 16-17 yoshdan keyin namoyon bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha og'riqlar bilamiz, o'zi 10 yoshdan 12 yoshgacha, 13 yoshgacha bolalarda semirib ketish holatlari, hormonal buzilishlar bo'lishi mumkin. O'sha payt juda ko'p ovqat yeydigan holatlar bo'lib qoladi bolalarda. Buni уже ongli o'sha 16 yoshga, o'sha подростковый yoshga yetib bo'lgandan keyin anglashingiz mumkin uni xatti-harakatlardan. Agar bolalaringiz udobniy bo'lib,
hamma narsaga birov tashlab ketmasligi uchun o'yinchoqlarni beradigan bo'lsa, ayol o'zidan ekan voz kechadigan o'lgidek bo'lsa, qizg'anchiq mani qizim lekin bu yomon. Ya'ni bolalar удобный. Mana semiz ayollarda ham ko'pincha qulaylik pozitsiyasi kuchli. va ular ko'p tashlab ketilishadi. Men buni juda ko'p kuzatganman. Aytishadi, voy, men shuncha qildim-ku, nimaga yana menga bunaqa javob berishdi? Aslida biz olgan o'sha yoshligimizdagi qaysidir ma'noda biz tan olmaydigan desam ham bo'ladi. Chunki juda ko'pchilik buni tan olmaydi. Va hamma shunaqa deydi, lekin bitta ichiga kirgandan keyin, ozgina ishlab, natijani ko'rgandan keyin odam menimcha ana yelkasidan tog' ag'darganday bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta. Imенно semirish bu yana boshqa himoya, bu o'zi semirish himoya mexanizmi deydi. Psixikani o'zini o'zi qutqarish mexanizmi. Misol uchun o'ta kuchsiz yoki atrofdan xavf keladi degan idrok bo'lgan ayollarda ham semirish orqali, jir orqali o'zini ya'ni katta bo'lganim sari meni hech kim xafa qila olmaydi degan tushuncha bo'ladi. Yog'larni yig'ib hamma joyiga yig'ish mumkin yoki ichki bostirilgan xafagarchiliklar. Mana shu abida bilan ishlashgan, ya'ni ayollar eridan, hammadan nafratlanadi. Aslida hozir siz nafratlanayotgan odamlaringizni siz ongsiz ravishda proyeksiya qilyapsiz. Bu aslida onangizga bo'lgan negativingizda, sen meni tashlab ketgansiz, siz meni yaxshi ko'rmagansiz degan narsani eringizga ko'chirib qo'yasiz. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz, siz meni har doim tashlab ketaverasiz. Aytmaysiz-ku deydilar ko'p ayollar. Meni xo'jayinim deydi. Sevishini etmaydi ham deydi. Men aytaman, hammani sevgilar har xil bo'lsa kerak deb o'zimcha javob berardim. Demak, bu ham biz aynan ulardan shunaqa munosabat kutishimiz ham boyagi yetmagan joyini qaysidir ma'noda o'zimiz qo'limiz bilan yopib qo'yar ekanmiz. Chunki deylik, misol uchun bizda bo'shliq paydo bo'ldi. Keraksizlik hissi. Bu bo'shliqni ko'pchilik ayollar yo kiyim bilan to'ldiradi. Shopping qiladi. Yoki brilliant bilan to'ldiradi. Yoki erkaklar bilan to'ldiradi. Yoki ovqat bilan to'ldiradi. Ya'ni mana shu bo'shliqni nimadir bilan to'ldirishga harakat. Brilliant qimmat, menimcha shopping qimmat, shu ovqat eng arzoni bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu uchun sizlarda ovqat bilan bog'liq muammolar ko'p. Va mana shu ayollar qachonki xafagarchilik bilan va psixologik bunaqa ayollar hislarini ham gapira olmaydi-da. Ichidagidan gapira olmaydigan, yutaveradigan ayollar bo'ladi. Ya'ni kompensatsiya degan narsa bor. Og'riqni ovqat bilan bosish. Tinchlanadi, o'shanda xavotir hissi ketadi. Chunki menimcha qorin to'qligida ham biz o'sha hissiyot his qilmay qo'yamiz, g'azabni, ana xavotirni qaysidir muddat ovqat hazm bo'lguncha menimcha. Ovqat hazm bo'lganda yana o'sha tuyg'u. Albatta, chunki bu bizning birinchi bolalikdagi ehtiyojlarimiz-ku. Mana shu ehtiyojda yashagan ayollar ko'pincha dangasa bo'lgani uchun ham hayotda na karyerasini, na pulga bo'lgan munosabatini, na bir eri bilan bo'lgan munosabatini, hatto bolalari bilan bo'lgan munosabati ham yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni ular faqatgina mana shu og'rig'ini his qilmasligi uchun hayotda nimadir bilan o'zlarini chalg'itishadi. Aslida ongli yashaganda inson, biz ongsizlikda yashaymiz-da ko'p hollarda. Ongli yashaganda biz hozir va shu yerda yashashimiz kerak. Hozir va shu yerda baxtni his qila olishimiz. Chunki bu ko'pincha depressiv shaxslar kelajakdan qo'rqishadi. Kelajakdagi ularni tashlab ketishi, yolg'iz qolishi, o'zini hammaga bag'ishlaydi. O'zini eri uchun bag'ishlaydi, o'zini bolalari uchun bag'ishlaydi, eng qizig'i o'zini unutadi. Va bilasizmi, siz hammaga nimadir berganingizdan keyin undan kutasiz. Конечно, javob bermasa agar sразу oqqam qilib yuborishadi. Kutasiz. Ya'ni ularni manfaati menga nimadir bersin deydi. Tashlab ketmasin deydi va siz unga mabodo rahmat etmasangiz, mabodo uni qadriga yetmay qolsangiz, mabodo unga emotsiya wow degan narsani bermasangiz, oddiy qabul qilsam, tipa, sen xuddi majbursan deydi. U sразу sizdan xafa bo'ladi. Sen meni qadrimga yetmading deydi eriga. Men sendan shuncha o'zimga voz kechdim deydi. Sen meni qadrimga yetmading deydi. Ya'ni bunaqalar bolalari uchun ham o'zini bag'ishlaydi-da. Katta bo'lganda aytadiki, sen endi meni boqishing kerak deydi. Sen endi menga majbursan deydi. Ya'ni hamma narsa uni o'zini hissini yopish bilan hamma narsa qiladi-da. Keyin podsoznaniya, bessознательный уровеньda kutadi. Qilsin menga ham deydi. Mabodo qilmasangiz bo'ldi, sizdan voz kechishi mumkin. Siz o'rningizda yana boshqa odam egalab, endi unga yaxshiliklar qilishni boshlaydi. Bunaqa insonlar sizni o'ta qadrlaydi va tez qadrsizlantiradi. Va bularni eng qizig'i o'zlari bilmaydi. Bular ularni ongsiz xulqiga aylanib qolgan.
odatiy yani xarakter Odatiy deymiz. Bilasizmi, insonda xulq 21 kundan 40 kungacha o'zgaradi. Qayta bo'lsa. Ya'ni oddiy aytaylik, tish yuvish. Siz ertalab turasiz, hojatxonaga borasiz va tishingizni yuvasiz. Bu sizning xulqingizga aylanib qolgan. Siz tishingizni yuvmasdan ko'chaga chiqib keta olmaysiz. Sizda nimadir yetishmayotgan bo'ladi, to'g'rimi? Ayollarda ham ovqat yeyish, kechasi 2 da turib yeyish, shakar choy ichish, Xulqqa shokoladli aylangan. o't yeyish, bularning xulqiga, ya'ni o'sha og'rig'ini har safar shu narsa bilan bosish kerak. Bunaqa paytda birinchi o'rinda nima qilish kerak? Stop deyish kerak. To'xta, hozir meni nima xavotirlandi? Bundan oldingi narsa bu o'sha onglilik. Ongsizlik bu yana o'sha ongsiz ravishda Yana nimadir izlab. xolodilnik ochib, nima yesammikan deyish, dastavka qilish, Yandexga kirish, nimadir dastavka qilib, tez yeyish shu xavotir hissini yopishi bilan. Qachon inson to'xtab, hozir nimaga men bu his qilyapman? Xo'p, Zila menga rahmat etmasa, buni nimasi yomon? Buni Tanlovi. Misol uchun, men ongli ravishda bu yerga keldim. Sizdan nimadir kutib emas. Ya'ni men ayollarga haqiqatan nimadirda, men bitta narsani yomon tushunib qolganman. Kimga nimadirda yordam bersangiz, o'sha sizda yechilib ketar ekan. Ya'ni men ko'p guvohi bo'lganman. Qaysidir muammosini yechsam, mijozda o'zi inson terapiyada terapevtdan mijozi orqali o'zini tuzatishni boshlaydi. O'sha hislarini. Ya'ni siz kimgadir o'sha muammosida yordam bersangiz, sizga bu narsa 10 barobar Qaytadi. Ya'ni psixikangizda o'sha narsa o'zingizga yechilib ketadi. Iyi deysiz, unga yechib berib, xuddi o'zingizga gapirayotgandek bo'lasiz-da, tushunasizmi? O'zingiz ham shu narsaga amal qilishni boshlaysiz va men o'z xohishim bilan keldim. Misol uchun, men shu narsa shu yerda intervyu beraman. Bo'ldi. Bu meni xohishim edi. Bo'ldi, men buni yopaman. Lekin ertaga deylik, hayotda qanaqadir ko'rishib qoldik, vaziyatlar bo'ldi. Siz kelyapsiz, menda qanaqadir sizni yordamingiz kerak bo'ldi. Va siz yo'q desangiz ham men bu narsaga norma qarayman. Хорошо deyman. Buni tanlovi edi. Dars menga o'tib beradi. Muhimi, men o'tdim, men o'zim missiyamni bajardim. Lekin kutishda, nafaqat bunda, boshqa narsalarda inson kutyaptimi, demak buni biz Alloh uchun qilmayapmiz. Biz bu narsani shunchaki Как bitib o'zimiz uchun bitta galchkada qachondir ana minnat qilishga tayyorlab olib qo'ygan ana nimaga o'xshagan. Ya'ni muhimi, men tashab ketmasin. Men bu uchun yaxshi bo'lish, siz uchun yaxshi bo'lish uchun-da. Agar ayollar o'ziga resursini, sevgi resursini birinchi o'rinda o'zi haqidagi idroki tuzash kerak. Men yomon ekanman. Men yomon bo'lganim uchun onam meni tashab ketdi yoki erim meni tashab ketdi. Men yetarlicha yaxshi bo'la olmayapman. Unim yomon, bunim yomon. Aybdorlik hissi. Va insonda bitta narsa bor. Biz o'ylaymizki, bizani Alloh jazolaydi deymiz-ku, yo'q, aslida biz o'zimiz jazolaymiz. Nimaga? Bitta narsa bitta kitobda o'qib qolganman. Bizga Alloh yaratgan rollar bor ekan. Alloh yaratgan rollar. Bu bizning taqdirimiz desak bo'ladi. Misol uchun, ota-onasizlik, ota-onani erta olamdan o'tishi. Yoshligingizda berilgan kasalliklar. Qanaqadir alkash oilada tug'ilib qolganingiz, O'ziz ana nima xohlamagan holatda. Siz xohlamagan, siz hali kichkinasiz, bolasiz. Tanlov yo'q. Tanlov yo'q bo'lgan rollar bor. Ya'ni Alloh bizga bergan rollar. Bizani mana shu rollar orqali missiyamiz bor hayotda. Men o'zim ham yetimlikda katta bo'lganman. Menda ham tuzalmas kasalliklar bo'lgan yoshligimda va men o'sha payti bilasizmi, где-то 10 yil oldin hali psixologiyaga kirmaganimda men ham jертва pozitsiyasida yashaganman. Men jabrdiyda bo'lganman. Nimaga degan savol bilan. Nimaga aynan men bilan? Nimaga menga hamma shunaqa tashab ketaveradi? Nimaga meni hamma qadrimga yetmaydi? Nimaga odamlar shunaqa deb men odamlarni ayblardim. Har doim kimdir aybdor bo'lardi. Va depressiv shaxslarda ham ko'pincha boshqalarni ayblash va o'zini nima deydi, oqlash bilan jертва pozitsiyasida yashaydigan. Ha, ular aybdor bo'lsa-chi haqiqatdan. Masalan, shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Siz uni aybdorligini yuz bilasiz va o'zidan shunda agar o'z-o'zingizga berayotgan savolingiz nimaga bu inson menga nisbatan shunaqa ish qildi degan savol nima deydi, adekvatniy bersangiz, bu sizni jертва deb o'ylamaydi-da, to'g'rimi? u balkim u mas'uliyat his qilmas. Ha, Mas'uliyat his qilmas, ehtimol. Endi bunga hozir yana qaytamiz. Men bu gapim bilan inson har doim hayotda o'zi aybdor va har doim ham atrofimizni yaxshi insonlar qamrab oladi deb ayta olmaymiz. Chunki hammaning roli har xil. Aslida inson vaziyatdan kelib chiqib xatti-harakat qilishi. Lekin mana shu rollar bor, Alloh bergan rollar va bunga eng qizig'i mukofot bor.
Qanaqa? yetimlikda o'sganingiz uchun yo bu dunyoda yo narigi dunyoda siz qandaydir mukofotini olasiz. Lekin insonlar o'zi yaratib olgan rollar bor. Bu jертва pozitsiyasida yashaydigan odam. Ya'ni bizga har doim tanlov beriladi. Tanlov. Bizga qandaydir berilsa, bundan nolib yashashimiz mumkin yoki mana shu vaziyatda qanday qilsam to'g'ri bo'ladi deb xatti-harakatga ko'chishimiz mumkin. Yoki agressor roli bor. Hammaga jahl qiluvchi rol. Hammaga g'azabini sochuvchi rol. Bu ham biz tanlagan rol. Biz bir vaziyatga million xil Munosabat bildirishimiz mumkin. Munosabat reaksiyamiz ham har xil bo'lishi mumkin. Yoki spasатель, qutqaruvchi roli. Eng qizig'i, bularga bizga mukofot berilmaydi. Biz mana shu rollarimiz uchun o'zimiz nima qilamiz? Yo pulimiz bilan, yo salomatligimiz bilan To'laymiz. yo munosabati buzilishi bilan yoki yana boshqa narsalar bilan to'lov qilamiz va bunga eng qizig'i mukofot berilmaydi. Ya'ni birinchi o'rinda ayollar, siz hozir eng ko'pi qaysi rolda yashayotganingizni anglashingiz. Lekin to'g'ri. Agar siz hozir har doim kimlarnidir qutqarib yurgan bo'lsangiz, o'zingiz aslida yordamga muhtojligingizdandir. O'zizga berilmayotgan yordamni boshqalarga ravo ko'rasiz. Resurssiz holati. Ayollar, so'rayman, endokrinologga oxirgi marta qachon bordingiz? 1 yil oldin deydi. Nari borsa, u ham obro'liroq. Ginekologga qachon bordingiz? Qachon o'zingizni ginekologik salomatligingizni ko'rdingiz? Voy islomni mana shu menimcha shu tuqqanimda deydi. Spiral qo'ydirgan. Unda ham u nima emas, tekshiruv emas. U o'zi borib shu tug'ib kelgan yo borib shunday spiralni qo'ygan kelganda, ya'ni asobiy tekshirish uchun inson balkim o'zini tanasini yaxshi ko'rishi kerakdir. Vot, nimaga uni yaxshi ko'rmayapti? Kim uni rad etgan? Ona rad etganlik hissi bor. Ya'ni u shunaqa idrok etib qoldi. Ehtimol uni onasi rad ham etmagandir. Ehtimol yana mana bunaqa holatlar ham bo'ladi-da. 1 yosh orasi singli yoki ukasi tug'ilib qolgan bo'lsa. Mehr yetishmaydigan holat. Xuddiki mani Onamni bo'lib oldi. Qo'ydi, yurib tashlab ketdi, bo'ldi, dushman men uchun degan idroki ham bo'lishi mumkin. Bunaqada ko'p, lekin men juda ko'p ko'rganman. Borib bunaqa qilib nomiga bunchasini siqib qo'yishadi, kiyimchalar borib tashishadi. Bu aslida o'sha meni onamni san olib qo'yding deganda bolalarcha javob-da unga. Bolalarcha idroki. Eng qizig'i hozirgi hayotda ham ayollar hali ham детский pozitsiyada yashayapti. Masalan, bolalik pozitsiyasida arazlab, yana ayol kishi arazlamasa bo'lmasa kerak. Xafa bo'lib, ya'ni arazlash, xafa bo'lish, eridan ketib qolish, uydan ketib qolish, bularning hammasi tagida manfaati bor. Mani rahmat. Mani yalinib olib kelsin. Sen menga keraksan desin degan gapni eshitish uchun aslida biz bu harakatlarni qilamiz. O'zida keraksizlik hissi bor. Shuni endi mana ongli, men hozir sizni mehringizga muhtojman. Menga sizni yordamingiz kerak. Bunaqa desa osmon o'zir berga tushadi. Yolg'iz his qilyapman. Meni shunchaki quchoqlab, menga hech narsa demen deya olmaydi-da ayollar. Chunki bu o'rganmagan. Chunki nima deydi bilasizlarmi? Aytib beraymi? Men sizga kerak emasman. Siz menga sevgi izhor qilmaysiz, siz meni yaxshi ko'rmay qolgansiz, o'zgarib qolgansiz. Norozilik bilan ataka qilamiz-da biz. Va shu bu ham bolalik pozitsiyasi. Mana bolalaringiz bor, kichkina to'g'ri. E'tibor olishadi. Voy yig'lab janjal qilib. Da, masalan, nimadir olmoqchi bo'lsa, boshida tushuntiradi. Bir marta bo'lmadimi, qizim, ayniqsa qizim, endi o'g'lim kattaroq, isterika. Sraz yig'laydi, lekin ko'nadi. Ya'ni ko'nishda ham qanaqa, men unga o'tiraman deb, bunda ko'zchasiga qarayman, qo'lchasidan ushlayman deb, ertaga olib kelaman yorug'da, xo'pmi deyman. Yo'qda bugun pulimiz qolmadi deb magazinda bo'lsak ham aytaman, keyin xo'p, ertaga kattarog'ini olib bering deydi, bo'ldi, shu bilan chiqib ketamiz. Unga men baribir ozgina bo'lsa ham psixologiyadan xabarim bo'lgani uchun men bu ko'zimni o'qraytirib, men onalar borib jim bo'l, keyin olib beraman deb norozichilik emasda, iloji boricha tushuntirishga harakat qilaman. Ba'zida lekin baribir bolaligiga boradi. Va mana shu pozitsiyada biz ko'p katta odamlar qolib ketganmiz. Turmush o'rtog'imiz bilan bir narsani kattalarcha hal qila olmaymiz. Bu bizning odatimizga aylanib qolgan. Yoki ajrim, yoki arazlash, yoki xafa bo'lish, yoki baqish, yoki isterika nimadir bilan qilamiz. Aslida ongli inson, mana ikkita ongli inson bo'lsa-chi, muammo ham bo'lmaydi-da. To'g'ri, urush ham bo'lmaydi. Siz hislaringizni buni unga bemalol ayta olasiz, nimadan xafa bo'lganingizni ayta olasiz. Lekin nega bizda bu shakllanmagan? Chunki biz
onamiz bizga bu haqda otamiz bilan munosabatini ko'rganmiz, ya'ni bu psixossenariy deyiladi. Agar biz bolalikda har doim onani depressiyada, o'zida norozi holatida yashaganini ko'rsak, demak men ayol haqida qanaqa idrok shakllantiraman? Xuddi shu. Demak ayol shunaqa. Xuddi shu. Va biz ham avtomatik shunaqa bo'lishga harakat Va qilamiz. biz shunda ko'chiramiz. Erkakni qanaqa ko'ramiz figurada? Onasini har doim urayotgan erkakni, xafa qilayotgan, pul bermaydigan, ona har doim o'zi harakat qilib pul topadigan ayollarni ko'ramiz. Biz ko'chiramiz, ya'ni identifikatsiya deyiladi. Birga bir. Ha, agar onamiz bilan munosabatimiz yaxshi bo'lmasa, kichkinaligimizda 7 yoshgacha bo'lgan davrda biz uni otadan ko'chiramiz. Ya'ni erkaklashib ketgan ayollar ham juda ko'p. Voy, mana bu mana shu yerni sevmasdi, ozmaydi-da dedi, so'rayman. Oila mas'uliyati yelkadamsan va qilmaydi-da, shu er o'lsin deb Va qo'yadi-da. eng qizig'i nima uchun ayollar ongsiz ravishda mas'uliyatsiz erkakni topishadi? Chunki u otani shunaqa deb bilgan va hayotimizga tortamiz. Mana ongsizligimizda bizda rollar ko'rdik va bizga bu og'riq bersa ham bizning psixikamiz mana bu ko'rdik, bu ota, biz olamdan mana shunday erkakni tanlaymiz. Ya'ni kuchsiz erkakni tanlaymiz. Chunki biz shuni taniganmiz. Boshqachasini bilmaymiz va biz ham hayotda xuddi shunaqa yashaymiz. Lekin endi biz onamiz ssenariysida emas, o'zimiz ssenariyimizda yashashimiz mumkin. Mumkin va buni menimcha bilimlar kesadi. Men hozir shunaqa zamonimizda, shunaqa zo'r davrdayman, bir qancha zanjirlar uziladigan zamondamiz. Chunki Allohga shukr, ilm beruvchilar, to'g'ri ilm beruvchilar ham ancha ko'p va ilmga chanqoq bo'lgan ayollar, shu holatda o'zini anglab, to'g'ri mutaxassisga murojaat qilganlar juda ko'p. Va muammosini yechganlar men juda ko'p ayollarni bilaman va xursand bo'laman. Nimaga deyman? O'ralashib qolmadi-ku shu muammosiga. O'ralashib qolmadi-ku semizligiga. O'ralashib qolmadi shu o'zidan jertva yasadi boshida, lekin bilyapti hayotini o'zgartirish uchun o'zi harakat qilish kerak. Demak, ayollar mana shu ko'rib o'tirganlar, o'zi hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan ayollar. Bunga qarori berish ham 50% muammoingizni yechdik. Albatta. Bu darsni toqat bilan ko'rishni o'zi ular bu narsaga o'zini tayyorlayapti. Men o'ylayman, bir marta inson tayyor bo'lmaydi. Siz yillar davomida tuzsiz narsani iste'mol qilsangizda birdaniga tuzli ovqat berib qo'yishsa, menimcha biz yeya olmaymiz. Xuddi shunday ularga nagruzka bo'lmasligi uchun biz etapma-etap mana shunday bilimlarni berishga harakat qilyapmiz. Lekin bor, biz efirda turibmiz. Qaysidir ma'noda shu videoda har bitta ekspertimiz sharti bor. Kelishdan oldin aytmasdik, faqat videoda aytardik. Har bitta ekspertimiz bitta dars bonus berish kerak. O'zingizni ayollarga ko'proq manfaatli bo'lgan, o'zingiz biladigan meditatsiyami yoki qanaqadir shunaqa texnika darslarimi, agar bo'lsa audio yoki video, farqi yo'q. Qaysi darsingizni bizga taqdim qilardingiz? Men o'z to'g'risi dars taqdim qilaman deb kelyotgandim. Voy, xursand bo'ldim. Qarang, ya'ni birinchi o'rinda xafagarchilik ham dedim-ku. Albatta. Menda o'sha xafagarchilikni prarabotka qilish video darsligim bor, uyga vazifalar bor. Va undan tashqari men bugungi ayollarga o'zimni travmalar haqidagi, ya'ni $500 kursim bor edi. Men shunaqa sotganman uni. Lekin men niyat qildim shularni ayollarga tekinga berishga. O yerda 5 ta darsligi bor. Ya'ni tug'ilgandan boshlab 7 yoshgacha bo'lgan davrdagi qanday travmalar bo'lishi haqida darslar. Bo'ldi. O yerda prarabotkalar ham bor. Ya'ni har bir darsda misol uchun seksuallikni cheklovchi travmalar ham bor. Ayollikni qabul qilmagan. Mana shu darslikni bepul taqdim qilmoqchiman sizlarga. Rahmat, manfaatli bo'lsin. Bu Ro'za ayyomidagi meni qilgan savob ishlarimdan biri deb hisoblayman, xohlayman. Chunki ayollar, men o'zimni missiyam deyman, mana shu bir odamga, bir ayolga qanaqadir foydangiz tegib, o'shani og'rig'ini yechsangiz, bu bilasizmi, qanaqa katta savob. U hayotida zo'r bo'lib ketsa, eri bilan munosabati, bolalari bilan o'ziga bo'lgan munosabati o'zgarishi va bu sizni bunga sabab qilib qo'yishingiz, masalan, Alloh tomonidan. Chunki men bu og'riqlarni yashab o'tdim va men buni bilaman. Men ham xiyonatga uchraganman. Men ham turmush o'rtog'imdan kalta yeganman. Men ham erim xiyonat qilgan. Misol uchun bizning ham vaziyatimiz ajrimga borganda, men shunda boshim devorga bitta urilganda, ya'ni men ham o'tda o'zimni
erimga, hammaga bag'ishlaydigan inson bo'lgan. Qulay xotin deyman men bunaqa insonlar, xotin. qulay. Lekin yana bitta narsa bor, agar men hozir o'sha vaziyatda qulay xotin bo'lmaganimda, hozirgi Psixologiyada. sevara bo'lmasdim. Hozirgi ilmlarni olmagan bo'lardim-da, tushunasizmi? Demak, bundan bilsak bo'ladiki, hozir shuncha ayol bizni kuzatyapti va ular voy shunaqa bo'lgan ekan deya yoshida endi nima qilaman tushkunlikka tushishmas. Demak, shu holatga yetib kelishingizga aynan sizni vazifalarsiz. Imенно sizni mana shu sinovlaringiz sizga Alloh tomonidan berilgan ne'mat hisoblanadi. Buni biz baxtsizlik deb emas, bizni bu darsimiz. Menga mana shu holat qanday bo'lishimga xizmat qilmoqchi yoki xizmat qildi. Manfaatlari juda ko'pda. Agar siz bolaga misol uchun tasavvur qiling, travmasiz bola yo'q bu dunyoda. Har bitta bolada bor ekan. Har bir bolada travma bor, har bir bolada psixologik jarohatlar bor. Va ana shu bolalarning o'zining missiyasi bor. Misol uchun deylik, Nobel mukofotini olgan juda ko'p odamlarni aksar hollari ota-onasiz o'sgan insonlar ekan. Ya'ni ularda ko'proq nima bor? Tan olinish istagi bor. Ularni isbotlash. Ular zato tan olinish ketidan qancha kitoblarni o'qishdi. Vaholanki buni yo'nalishga solish ham o'zi bitta nima ekanda, men bu yog'ini olmoqchi bo'lsam, ya'ni jabrlanuvchi, o'sha isbotlashga harakat qilishni yaxshi tomonga. O'girish. Misol uchun men hali shunaqa zo'r ayol bo'laman, menga xiyonat qilgan, qizingizdan ham zo'r bo'lib ketaman degan qarorim bo'lganda, men o'shandan harakat qilganman ongsiz ravishda. Lekin o'ylasam o'sha meni qadamim bo'lgan. Ilk. U payti men asosida men hozir psixologiya o'rganaman deya olmasdim. Men jahl qilib hali ko'rsatib qo'yamanni tigida o'stimda, lekin hozirgi ilm olgan anglashimni oladigan bo'lsak, o'zi aslida hech kimga hech narsani isbotlash emas, shunchaki qilayotgan xizmatlaringiz insonlar hayotini yaxshilashga xizmat qilish kerak ekan. Bu yerda faqat pul topish emas, bu yerda faqatgina o'zingizni tan oldirib zo'r bo'lish emas yoki mediada qanaqadir inson bo'lishingiz emas, buni tagida o'zingizni asl missiyangizni topish ekan. Ya'ni bitta insonga yordamingiz tegdimi, bu уже siz uchun qanaqadir o'zingizga bergan yordam ekanda. Mana bizni eng katta missiyalarimizni shunaqa chiroyli ochib berdilar. Men ham challengelar Instagramda ham, Telegramda ham, YouTube'da ham juda ko'p qilaman. Hamma aytadi, nimaga bepul ko'p qilasiz, qo'rqmaysizmi deydi. Rosa ko'p. Masalan, besplatniy jonli chat ham juda ko'p o'tkazamanda. Kim aytaman? Bu menga shunaqa zo'r foydaki, men berganim sari ochman. Ilmga nisbatan, yangilikka nisbatan menda o'rni to'ladi. Eskisini beraman, yangisi keladi deymanda. Shunga siz hozir shuni hisoblab berdingizki, bu yerda aynan pul yoki da moliyaviy nimadir emas, mana bu yerdagi missiyaga bitta galchka qo'yish bizga kerak ekan. Endi missiya bilasizmi nima? Qancha siz o'sha travmasi bor yoki og'rig'i bor yoki muammosi bor odamni bitta yechib tursangiz, ya'ni yordam bersangiz, уже sizdachi bajarishingiz kerak bo'lgan anaqalaringiz haqiqatan siz aytgandek galочка bo'ladi. Siz aynan yuqori o'ringa chiqaverasiz. Ya'ni qancha bersangiz, qancha yordam bersangiz, qancha odamlar осознанностьga kelsa, sizni Alloh oldidagi darajangiz ham o'sib boraveradi. Chunki siz buni от души, ya'ni qalbdan qilyapsiz. Mana shu narsa eng muhim ekan. Rahmat Kotakon sizga. Bugungi suhbatimiz shunaqa tez o'tdi, men aytmayman. Boya keldikmi deb o'ylab qolyapman va bizga besplatniy darslarni taqdim etar ekanlar. Agar siz bizni YouTube tarmog'idan kuzatayotgan bo'lsangiz, maxsus Telegram kanalimizda Sevara opa bilan bog'lanishchi alohida kanal va bepul darslikni Telegram kanaliga joylab qo'ydik. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Sevara opa sizga Kotakon rahmat. Birinchi o'rinda kichkina chaqaloqchalarni tashlab keldilar. Bu juda ham katta ona uchun jasorat. Bolachangiz o'z travma olyapti. Shuning uchun tez borishingiz kerak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar bizdan meni mijozlarim sizga murojaat qilsa, agar albatta yaxshi ularga maslahat berishga va'da berasiz deb o'ylayman. Albatta. Sog' bo'ling.